Mana keyingi obyektimiz Farg'ona viloyatida 1200 kvadratli 120 ta qora molga mo'ljallangan molxonamiz. Bu molxonamizning qurilishi mana shu sxemada bo'ldi. O'rtadagi yo'lagi 4 metr, mol turadigan joylar 8 metrdan. Mana bu joyga ikki yonga oxir qo'yiladi. Tepasidan 60 sm dimoxodlar ochib ketganmiz shamol aylanishga. Mana stokalarimizga keladigan bo'lsak, bu stokalarimiz 12 ga 10 konteyner shvilleridan foydalanganmiz. Stenkasi 3 lik. Tepadagi firmalarimiz 2 lik stenkada 1,5 metrdan qo'yib berganmiz. Mana tepalariga cho'rniklar terilib, loy bosishga tayyorlanyapti. Xuddi shunaqa molxonalarda kvadratini 180 mingdan 220 minggacha qilib beramiz. Bu molxonamizning kvadrati 210 mingdan tushgan. Shunaqa xizmatlar kimlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Shu videoda molxona qurdirmoqchi bo'lgan akalarga tashlab qo'yasizlar.